Metroga yaqin bo'lsin, bozor oldida avtopark, bozor bo'lsin. Kamiga menga mashina bozor bo'lsin degan edingizmi? Biz topdik-da. Sergeli tumani Greenhouse turar joy kompleksi uy to'g'risida qisqacha ma'lumot beraman. 9-qavatli uyning 8-qavatida joylashgan, liftlar ishlaydi, ish holatida. 2 xonali uyning umumiy maydoni 63 kvadrat metrni tashkil etadi. Uyning holati korobka, birinchi suvoq qilingan ozgina chalasi bor. Xonalar alohida loyiha bo'yicha bo'lingan. Uy ichi balandligi 3 metr 10 santimetr. Uy pastida mashina uchun joylar yetarli. Hujjatlarida muammo yo'q. Qiziqtirgan bo'lsa, aloqa uchun egalarining raqamlarini qoldiraman.